Assalomu alaykum hamkasblar va bo'lmoqchi bo'lgan avtoelektriklar. Bugungi mashinamiz xo'sh, mana shunaqa Nissan Tiida avtomobili. Klienti jalvasi shuki, mashina ba'zida pavorotlar yonmay qoladi, stiglopodyomniklar ko'tarmay qoladi. Именно ana shu momentda mashinani o'chirib, qaytadan zavodit qilmoqchi bo'lsangiz, zavodit bo'lmaydi. O'chirmasangiz uchmaydi, lekin o'chirsangiz qaytadan zavodit bo'lmaydi. Bu narsa har doim bo'lmaydi, ba'zida bo'ladi. Mashinani ertalab menga tashlab ketgan, kuni bu qaradim, atkaz qilmadi va kechga yaqin atkaz qilgan momentida shu holatda ushlashga muvaffaq bo'ldim va bilsamki, mana blok komfort blok BSM bardachokning orqasida ekan. Shu momentda stiglopodyomniklar ishlamagan holatda blok komfortdan nimadir chiq degan zvuklar kelishni boshladi. Keyin blok komfortni e'tibor qiladigan bo'lsalaring, mana bu kichkina relichasi bor. Mana oxirdagi kichkina relichasi chiq uryapti reli ana shu momentda. Keyin relini o'lchab ko'rsam, relini odmotkasiga upravleniya bir kelmay qolyapti. Уже men tushundim, ikkita zadacha bor. Bu joyda yo blok komfort o'zini protsessori qizib ketgan momentda yo o'chib qo'shib olyapti yoki blok komfortga keladigan pitaniya bir kelmay qolyapti yoki massa yoki pitaniya. Buni tekshirish uchun har bitta pitaniya va massalarni bittadan kontrolka bilan naблюдать qildim. Ana shu reli chiq qilgan momentda massa yoki pitaniya yo'qoladimi yo'qmi shuni kuzatdim. Оказывается, mana bu oxir azyomda 4-oyog'idagi mana shu sariq sabzirang sim bu через zamok pitaniya blok komfortga keladigan. Reli chiqillagan momentda mana shu simda pitaniya yo'qolyapti. Va bu simni men kesgan holatda через нагрузку tekshiruvdim. Например, pitaniya kelib turibdi, нагрузка berilaring, pitaniya yo'q. Как будто mana сгнивший окислениyadan kelayotgan pitaniyada. Kabel trikkerda uladim. Tekshirib borsam, sim mana shu orqasiga o'tib, kapotning ichiga kirib ketyapti ekan. Endi dalch kapotning ichini sizlarga tushuntiraman. Mana o'zim uchun dostуп qo'yganman, akkumulyator, воздушный filtrlarni yechib, sim ana shu buchoqdan mana shunaqasiga o'tib kelyapti-da. Shunday chiqib mana bu shtikerdan ketyapti. Dalch ko'radigan bo'lsalaring, mana bizda sabzirangli simimiz. Bu asosiy blok предохранительdan chiqib kelayotgan pitaniya. Bu bittasi mana shu joyga kelib 3 ta bo'lib tarqalyapti. Именно ana shu соединениyaning o'zida ichi mana ko'rinayotgan bo'lsa, ko'k bo'lib ketgan, ko'karib qolgan окисление. Shunaqa qilib elektrika ishlarini biz qilamiz. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Sog'lik va salomatlik.